Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kanali ishqibozlari. Bugungi mavzuyimiz qanaqangi kombinatsiya bilan luk qilish kerak, ko'ylaklarda, futbolkalarda moslash mavzusi to'g'risida efir qilamiz. Xudo xolasa ekranga like bosib, bang'illatib, qo'llab-quvvatlab tursalaring foydali video bo'ladi degan umiddamiz. Biz ketdik. Xo'p, birinchi lukimiz yashil palasaga oqshim podbor qilingan, ayni yoshlarimiz uchun juda hozirgi kunda trend bo'lib turgan luklardan bittasi hisoblanadi. Bu lukimizni ko'ylagimiz 125 ming so'm, shimimiz 155 ming so'm. Xo'p, materialiga kelsak, stretch hozirgi kunda o'sha trend bo'layotgan materiallardan hisoblanadi. Havo o'tkazishi yaxshi, bexijolat. Eng qizig'i, misol rangi o'zgarmaydi. Bemalol o'sha qanaqangi o'sha ishqorli suv bo'ladimi, qanaqangi bir sovunli suv bo'ladimi, xullas bemalol yuvib solib maza qilib kiyib yuraverasiz. Xo'p, buni dastlabki xizmatlari bor. Mashulukni qilaman, mashulukni olib bering yoki bo'lmasa jo'natib oling deganlar uchun telefon raqamlarimiz bor. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xo'p, shimimizga kelsak, shimimizni ham stretchlari joyida. Bundan tashqari misol seri yoki bo'lmasam maloshniy svetda qilinsa juda chiroyli chiqaveradi. Misol qora charoq insonlar uchun yaxshi ochadi, oppoqlarga doimgidek chiroyli yarashaveradi. Qora charoq insonlar olishlari mumkin, bemalol ochaveradi. Misol qoracha mani bo'g'ib qo'yamikan, qoraligini bildirib qo'yamikan degan narsa yo'q. Bemalol olib kiyishlari mumkin. Hozirgi yoz mavsumi juda bir chiroyli o'tadi degan umiddamiz. Qoraman ochmaydi deb o'ylamanglar. Qora ham yaxshi, qalbi pok, yaxshi inson bo'ladi. Xo'p, navbatdagi lukimiz, xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu holatda deylik, mana oq svetga misol balotoviy holatini ham moslasak bemalol bo'laveradi. Bundan tashqari bu yashil ko'ylagimizni davomi sifatida, o'sha luki sifatida oqqa podvor qilib olinsa ham bo'laveradi. Mana ochiqroqsiz ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tyapmiz. Bu ko'ylagimiz ham o'sha stretch materialdan qilingan, bexijolat, ko'ryapsiz, mana xilpirayapti. Xo'p, 125 ming so'm buni ham narxi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'sha aloqaga chiqsalaring o'zi men tushuntirib yuboraman. Xo'p, navbatdagi sveti Tomisini varianti. Ko'rsatib birma-bir aytib o'tyapman mana. Tomisiniga ham bemalol aytaveradi, juda chiroyli turadi. Bexijolat. Xo'p, navbatdagi havzangiz. Xo'p, o'sha Tomisinimizning narxi 125 ming so'm, buni ham narxi. Bemalol murojaat qilaverasizlar, aloqadamiz. Xo'p, navbatdagi ko'ylagimizdan tashqari, misoldan futbolka moslayman deganlar uchun bir qator mana futbolkalar ranglarini ko'rsatib o'tamiz. Bularning narxiga kelsak, hop 195 ming so'm. Hammaga endi narxi muhim hisoblanadi baribir. Birinchi o'sha narxini aytib qo'yapmiz. Tomisini boya ko'rsatib to'g'rilab berdim. Tomisini variant palasasi oqqa bemalol aytaveradi. Mana oq joylari bor. Ancha ochadi. Ko'proq stretch kiyaman deganlarga mana hozirgi kunda o'sha finka deb atalyapti. Polo firmasidan bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchisi korishnevoy svetimiz. Korishnevoy olaman deganlar uchun ko'rishlaringiz mumkin. Zamoylari, to'qimalari joyida, kastalari zo'r. Hop. Och maloshniy, och korishnevoy. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham juda ochadi. Ancha. Razmeri xo'p, aytib o'taylik. Eldan 3XL gacha razmerlari bor. 3XL gacha. M razmeridan 3XL gacha bor. Bemalol bizdan zaroviroq bo'lgan akalarimiz uchun ham razmerlari tushaveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda bejirim o'sha
yordamida yopishib chiroyli bo'lib turadigan ikkalarimizdan hisoblanadi. Navbatdagi svet qora svet. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Oqqa qanday podbor bo'lishini ko'rsatib o'tyapmiz. Undan tashqari maloshniga yoki bo'lmasa seri ochiq svetlarga ham bemalol aytaveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham o'sha oqi bor. Deyarli kombinatsiyasi chiqaveradi. Bu holatda misol qora cheshkalar bilan ham moslasangiz bemalol tepa-past bo'lib, juda kombinatsiyasi chiroyli chiqadi. Navbatdagi lukimiz tomli siniy. Tomli siniy. Sveti mana yashil nimalari ham, palasalari ham bor. Yumshoq. Puli esa 175 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bosh oyoq o'sha sarpoyimiz bor. Misol qora yoki bo'lmasa bu yashiliga sal yashil palasasi bor. Oyoq kiyimlar bilan ham juda chiroyli, yaxshi aytadi. Ko'ylakda davomi o'laroq, mana bunaqangi ko'ylaklarimiz bor. Mana bu ham mos keladi. Bunimizning narxi 195 ming so'm. 195 ming so'm. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunisi 195 ming so'm Turkiya material. 125 ming so'm. Material Xitoy materialniki. 125 ming so'm. Jakchalarimiz bor undan tashqari, turetskiy undan tashqari tomli siniy variantlarimiz bor mana. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli chiqadi. Buni materiali marlovka material deyiladi. Havo o'tkazishi ham juda dahshat. Undan oldingi videolarimda qo'yganman. Paftor sotiladigan, har doim modasi o'lmaydigan adnatomning juda chiroyli ko'ylak hisoblanadi. Misol 3 yilgacha kiyaman yoki bo'lsa 2 yilgacha kiyaman deganlar uchun mana shu svetlarni tavsiya qilaman. Nimaga siz o'sha yana yilga ham bundan keyin bu mana svetlarni misol yana yilga modasi qolishi mumkin. Lekin mana svetlarni 5 yildan keyin kiysangiz ham bemalol urfda kiysa bo'ladigan svetlar hisoblanadi. Bizning urfimizda ayni O'zbekiston hududida ko'proq tomli siniy, qora, maloshniy seri ommalashgan. Deyarli o'sha milliy brendga aylanib ketgan bu svetlar. Shuning uchun misol ustivosh olayotganda ham adnatomli liboslarga adnatomli hech qanaqangi o'sha yozuv-pozuvi yo'q. O'sha bir xilda svet olinsa maqsadga muvofiq bo'ladi, pulingiz ham yoningizga qoladi. Sifatdan ham ancha yutasiz. Misol moda tomonlama ham ancha siz uchun ekonomika bo'ladi. Xo'p, xohishga qarab, deylik, oramizda bardoviy kiyaman deganlar bo'lishi mumkin. Bardovimiz ham ortiqcha o'sha bardoviy bachkanasi emas, skromniy, chiroyli bardoviy hisoblanadi. Bunimizning narxi ham o'sha marlovka turetskiy marlovkadan tayyorlangan 195 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmati bor. Xo'p, navbatdagi ulgurlarimizni ko'rishimiz mumkin. Oldi zamoyli korishnevoy ko'ylaklarimiz bor. Bunaqangi rangli ko'ylaklarimiz ham bor. Ko'ylaklarda assortiment seroq. Har bittasini ta'riflayman siz. Juda vaqtimiz ko'p ketib qoladi. Video zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Video zerikarli bo'lib qolmasligi uchun qisqaroq qilyapmiz. Pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Dastavka xizmatlari bor. Dastavka xizmatimiz bor. Dastavka xizmati nima deganda, o'sha kelishuv asosida BTS pochta orqali chiqarib yuboramiz. Siz bilan misol kelishuvimiz dastavkasi bizdan bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lsa o'zingizdan bo'lib qolishi mumkin. Deylik